alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun yoshlarimizni Toshloq tumani 8-maktab atrofida ekan. Sirli masjidmi deb nomlanadigan ekan. Mahalla nomi. Mana shu atrofda ish to'kib beryapmiz. Mana kimga kerak bo'lsa Toshloq atrofidan kelib ishlarni ko'rib ketishlari mumkin. Ishlarimiz holatini aks holatda. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanining ishlarida. Bemalol aloqaga chiqsalaring 5 mingtalik, 10 mingtalik mashinalarda dastavka qilib yetkazib beramiz. Mana ishlarimiz yaqindagi holatlarni yaxshi ko'rinadi. Kimga shunday qilishlar kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xuddi shu razmerdagi xomg'ishlar ham bor. Xomg'ishlarimiz Bog'dod, Rishton, Oltiariq, shu o'zimiz yaqin tumanlarga yetkazib berishimiz mumkin. Xudo xolasa burchaklari ham yaxshi. Xomg'ishimizni uzoqqa olib borib dastavka qilib bera olmaymiz. Faqat o'zimiz yaqin atrofdagi tumanlarga yetkazib berishimiz mumkin. Sifatlarni ko'rib turibsizlar. Kimga shunday qilishlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, yetkazib beramiz. Joyida ishlarimizni joydagi narxi 850 so'm. Bog'dod tumanida 3-4 kun, bir haftalik ochirtlar bor. Ochirt bo'yicha dastavka qilib berishimiz mumkin. Bemalol mana shu nomerlarga telefon qilsalaring yetkazib beraveramiz. Vodiy bo'ylab 5 mingtalik, 10 mingtalik. 5 mingtalik mashinalarimiz ozgina qimmatroq bo'ladi. 10 mingtalik mashinalarimiz sal arzonroq bo'ladi. Namangan tomonlariga ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin, chunki u tomonda tarozi juda kuchaydi. Bir marta tushib 3-4 million jarima, 7 milliongacha jarima yozishi mumkin. Ikkinchi marta tushganda parvarishat qilinishi mumkin. Shuni hisobiga chiqishlari Namangan tomonga jinda qiyinroq bo'lyapti. Kimga mana shunday qilishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.